Chetda turgan texnikalarni sotuv narxidan, bozor narxidan kerak bo'lsa, ba'zi birovlar optimga ham ololmagan narxdan o'tib berib yuboraman. Narxini bilishingiz uchun plus qoldiring, direktga yozing deb asabiylarni ham buzmayman. Misol uchun 200 litrli morosilka shunaqa akkuratli dizaynda oppoq rangda bo'ladi. Bu turdagi morosilkalar o'rtacha 250 dollardan 380 dollargacha ham sotilyapti. Hozirgi paytda bor yo'g'i 175 dollardan. Ikkitasi birda gibrid texnologiyada ishlaydigan, ham xolodilniy, ham morosilniy bo'la oladigan, ichi tarafi oynali, undan tashqari podsvetkasi, xolodniy akkumulyatorlari bor morosilkalar 350 dollargacha ham sotilgan. Hozirgi paytda bor yo'g'i 244 dollardan. Butun O'zbekistonning 90% do'konlarda turadigan oynali Hink morosilkasi 6 ta setkali bo'ladi. Ichi bo'lsa 2 qavatli. Bu morosilka 453 dollargacha ham sotilgan. Hozirgi paytda bor yo'g'i 369 dollardan. Morosilkachilarni oppa dodolari ham qilib bera olmaydigan narxda 300 litrli morosilka, shunaqa katta ob'yomda bo'ladi, podsvetkalari ham bor. Bu turdagi 300 litrli morosilkalar o'rtacha 360 dollardan 490 dollargacha ham sotilyapti. Bu model hozirgi paytda bor yo'g'i 245 dollardan. Menga kattasi kerak deydiganlarga yarim tonna mahsulot ola oladigan 2 ta eshikli bahaybat morosilka. Bu turdagi morosilkalar 800-900 dollar sotilyapti. Bu model hozirgi paytda bor yo'g'i 444 dollardan. 100% original Moskov brendini ham tovuq, baliq, go'sht mahsulotlariga mo'ljallangan morosilkasi gibrid texnologiyada ishlaydi. Ham xolodilniy, ham morosilniy bo'la oladi. Bu modellar 1000 dollardan qimmat sotilgan. Hozirgi paytda bor yo'g'i 799 dollardan. Ko'ryapsizlar, morosilka bir dona, 2 dona emas, soni yetarlicha. Bu morosilkalarni bunaqa narxda faqatgina biz o'z obunachilarimiz uchun qilib beramiz. Agar siz haligacha obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq podpiskani bosib qo'ying.